Xo'p, qaranglar bolalar, ketdi unda darsimizni boshladik. Bilasizlar, writing task 1 multi level imtihonida bizga asosan ikki xildagi savollar tushadi. Ikkita asosiy turi, mana two main categories deyapman-da. Asosiy ikkita kategoriyalar. Ular qanaqa essay letter turlari desangiz, bilasizlar, bittasi informal letter turi bor, bizdagi formal letter turi bor. Aynan mana bu informal letterlar qanaqa yoziladi desa, qaranglar. A letter to someone you know personally. Masalan, siz shaxsan taniydigan insonlaringizga nisbatan yozasiz. Masalan, u mana bu yerda bo'lishi mumkin, friend bo'lishi mumkin, do'stingiz, relative bo'lishi mumkin, oila a'zoyingiz yoki masalan qanaqadir family member ham bo'lishi mumkin, ha? Qarindoshingiz, oila a'zoyingiz va hokazo va hokazo. Xo'p, endi buni ko'rdik. Endi formal letterlar qanaqa bo'ladi? Formal letter shuni teskarisi. Ya'ni a letter to xat yozasiz and organization, e'tibor beringlar. Organizatsiyaga xat yoziladi. Or a person belonging to an organization. Tushunyapsizlar? Yoki organizatsiyaga tegishli bo'lgan odam yoziladi. Okay? Shunaqa gaplar. Endi hop, formal va informal. Demak, bugun biz qaysi birini ko'ramiz? Bugun biz bilan aynan formal letter haqida gaplashib chiqamiz. Formal letter haqida gaplashib chiqamiz. O'zi asllar, qarang, o'zi asllar both informal and formal letters bolalar ekran xira deyapti. Mana bu YouTube da linki, mana. Shundan bitta qarab ko'ringlar, iltimos. Men bitta o'chirib yo'q qo'yaymi yoki? Qarang, bitta o'chirib yo'q qo'yay, 1 sekund. Men bola o'chirib yo'qdim. Endi menimcha muammo bo'lgan bo'lsa yaxshilanadi, muammosi borlarda yoki YouTube ga o'tsalaring bo'ladi. Endi YouTube dan ko'ra Telegram lutchi yaxshi menimcha. Qaranglar, both informal and formal letters, qarang, letters are written in a pretty the same way. Qaranglar, ham letter ham informal letterlar ham formal letterlar deyarli bir xil usulda yoziladi. Tushunyapsizlar? Shuning uchun juda ham bularni masalan ajratib, takoy menga formal letter tushdi, menga informal tushdi deb bir nima deydi, katta problema qilish shart emas, chunki bular deyarli bir xil usulda yoziladi. Va undan tashqari, do'stlar, undan tashqari. Endi bitta joyi bor, qaranglar, formal letters, qaranglar. Formal letterlar yozish uchun bo'li nima deydi, qaranglar. Idea problem bo'lishi mumkin sizda, ideya yoki masalan qanaqadir topical vocabulary problem bo'lishi mumkin. Endi bularni samplelar, essaylar o'qish orqali topib borsiz bo'ladi. Xo'p, kelinglar endi pastda berilgan sample questionga qaraymiz. Xo'p, demak sample letter question. Sample question ko'ramiz. Xo'p, qaranglar. Pastda bizga aytayapti, e'tibor beringlar. Work is being done on the street where you live. Siz yashaydigan, короче, ko'chada ish bo'lyapti, ish ketyapti. The noise is disturbing you. Endi shovqin sizni bezovta qilyapti. Qarang, shovqin bor, ko'changizda ish bo'lyapti. Write a letter of complaint to your local council. Ya'ni mahalliy konsullikka xat yozing, shikoyat qilib yozing deyapti. Endi qarang, nima qilishim kerak? Birinchi introduce yourself. O'zingizni tanishtirasiz. E'tibor beringlar, mana shu joylarga yetib yaxshilab qaraymiz, hozir tushuntirib ketaman. Explain what the problem is. Muammo nimaligini ayting. Demak, xo'p, shovqin bo'lyapti. Muammo nimada? Shu shovqin meni bezovta qilyapti deymiz va hokazo. Endi shu muammoga yechim ayting. Qaranglar. O'ta ham dahshat savol tanlagan ekanman. O'ta ham dahshat savol. Men buni sizga sekin birma-bir hozir etaplari, jarayonlari, bir balolarini takoy nima tushuntirib beraman. Kelishdik? Qaranglar. Xo'p, qarang, birinchi o'rinda biz nima qilamiz? Birinchi o'rinda bilasizlarki, nima ketadi? Greeting, ya'ni salomlashuv ketadi. Endi qaranglar, bu yerda hozir demak, dear sir or madam deb boshlasam bo'ladimi? Ham bo'ladi. Nimaga?
Chunki so'ramadim deyishimiz sababi men mana yozayotgan odam bilmayman-ku. Mana mahalliy konsullikka yoz deyapti. Mahalliy konsullikda kim o'tiribdi, u sekretari kim, meni qarindoshim, do'stim emas. Shuning uchun local consulga yozayotganim uchun deya so'ramadim deb olsam bo'ladi. Tushunyapsizlar? Deya so'ramadim deb olsam bo'ladi. Endi qaranglar, undan keyingi qiladigan ishim menda introduction bo'ladi. Introduction. Qaranglar, introductionda bu kirish qism, qaranglar, kirish qism. Kirish qismda state the purpose of your letter. Qaranglar, xatimizni prosta maqsadini yozib berishimiz kerak. Men nima maqsadda xat yozyapman hozir bu yerda. Endi qaranglar, bitta narsa, mana shu bitta zo'r usullardan bittasi, qaranglar, mana uchalasi bor-ku, ya'ni o'zingni tanishtir yoki nima, muammo nimada, yechim taklif qil deyapti, to'g'rimi? Qaranglar, qaysidir ma'noda o'zi mana xatimda men nima qilaman, xatim maqsadi nima desa, meni xatim maqsadi birinchisi masalan o'zimni tanishtirish. Ikkinchi muammoni aytib turib, yechimlar taklif berishmi? Shuni aytsam bo'ladi. Purpose, qarang, could be, qarang, could be qaranglar. Purpose could be inferred from bullet points. Mana ularni biz bullet point deb nomlaymiz, bullet pointlar. Shu bullet pointlardan ham qarab xatni maqsadini olsangiz bo'ladi. Tushunyapsizlar? Endi o'zi bitta aytib qo'ygan, shikoyat xati yozyapti. Shuning uchun qaranglar, men bitta urinib ko'raman. Hop, the reason why I am addressing you is that. Qarang, men sizga shikoyat qilayotganimning sababi shuki, yoki ne deylik, addressing you has to do with expressing my concern on hop, nima deylik, menga shikoyat expressing my concern about, qarang, about ongoing work in my street. Qaranglar, nima deyapman? The reason why I am addressing you. Qarang, men sizga murojaat qilayotganimning sababi shuki deyapman. Qaranglar, the reason why bilan boshlanuvchi nimalarimiz bor? Grammatik strukturamiz bor. The reason why dan keyin bolalar qaranglar, ega bilan demak kesim keladi, ega bilan kesim keladi. Bu advanced grammar hisoblanadi. Tushunyapsizlar? Advanced grammar hisoblanadi. Keyin men bu yerda aytayapmanki, has to do with dedim. Ko'rdingizmi? Has to do with. Xo'p, endi has to do with nima degani? Has to do with degani, qaranglar, bu biror narsa bilan bog'liq ma'nosida keladi. Biror narsa bilan bog'liq. Nima deyapman? Sizga murojaat qilayotganimning sababi nima bilan bog'liq ekan? Expressing my concern, ya'ni shikoyatimni namoyish etish bilan bog'liq deyapman. Tushunyapsizlar? Expressing my concern. Mana expressing my concern teng bo'ladi. Masalan, nima qilish uchun? To complain deyish maqsadida bo'ladi. Voy bolalar, qaranglar, mana narsa do'stlar, menga qaranglar, yaxshilab qaranglar. Men mana letterda imenoy tanlashimni orqasida sababi bor. O'zi letter darsini ko'rsak bo'ldi. Uni masalan takoy qanaqadir endi to'g'ri turlari ham ozgina darajada muhim, lekin mana letter tanlaganimiz sababi buni ichida men sizga o'rgatadigan bir joylarim bor. Shu savolda bor-da shu narsalar. Shuning uchun hozir buni tanladim, shu mana grammatika vokablarni tushuntirib ketyapman. O'rganib ketinglar. Tak, ustoz, has to do with this have bo'lmaydimi? Yo'q, chunki bu yerda the reason ga bog'lanyapti-da. The reason bilan has keladi-da, fe'l birinchi shakli. Hozir bu shunaqa bog'lanish ketyapti. Xo'p, qaranglar. Expressing my concern degani to complain ga sinonim. Tushunyapsizlar? To complain ga sinonim bo'ladi. Endi undan tashqari ongoing, qarang, ongoing degan nima bor? Ongoing degani hozir davom etayotgan ma'nosi keladi. Davom etayotgan. Masalan, biz darsimiz ham hozir ongoing lesson bo'ladi. Okay? Masalan, ongoing lesson, davom etayotgan dars takoy bo'layotgan bo'lishi kerak. Tushunarli? Xo'p, endi qaranglar, men mana shikoyat qilmoqchiman dedim, to'g'rimi? O'sha bo'ldi, mana shu ham yetadi. Yoki siz mana buni ham olishingiz mumkin. Masalan, mana uchala bullet point bor-ku, qaranglar. Mana uchala bullet point. Ash uchala bullet pointni
ichidan, uchala bullet point ichidan qaysidir birini maqsad qilib yetkazishim mumkin. Masalan qaranglar, menda suggest solutions to the problem deganmi, muammoga yechimlar ber deganmi. Demak, meni xatimni maqsadlaridan biri muammoga yechim ham berish. Shuni ham aytib ketsam bo'ladi, masalan qaranglar. Also proposing a solution to the noise issue. Mana va bu noise issuesiga, ya'ni shovqin muammosiga proposing a solution, yechim ham taklif qilmoqchiman deb aytyapman. Qaranglar, bu yerda suggest degan, men propose qildim. Bu nimani bildiradi? Suggest a solutionga sinonim. Ya'ni nima deydi? Paraphrase qilyapman, qo'pol aytganda. Paraphrase qilyapman. Xo'p, dars rekord bo'ladi, bolalar, xavotir olmanglar. Rekordni ertaga tashlab beriladi. Okay. So, bolalar qaranglar, this is my introduction paragraph. Yeah, introduction paragraph. Here I have stated the main purpose of the letter. Why I am writing this letter. What is the reason behind me sending this letter to the local council. And as you can see, I have clearly and obviously showed I am writing to express my concern. Yeah? And also I'm proposing a solution. There are two main purposes in my letter, according to the introduction. Okay? So, all right, ladies and gentlemen. Xo'p, endi qaranglar, eng asosiy joyi bor, letterning eng asosiy joyi. Men buni demak, bilasizlarki, nima deb nomlayman? Main body deb nomlayman. Qaranglar, mana shu yerda zo'r narsa o'rgataman sizga. Qaranglar, main body yozayotganda, at least two sentences, qaranglar, sentences for each of the bullet point. Qaranglar, har bitta bullet pointga kamida ikkita gap yozaman. O'rtacha, qarang, average o'rtacha nechta? Masalan, 40 words. 40 ta so'zdan tashkil topgan paragraf yozishim kerak. Mana bularga, do'stlar, mana bularga. Plus o'zingni tanishtir, muammo nima, yechim ber deyapti-ku, to'g'rimi? Mana shularga kamida har bittasiga 40 ta so'zdan foydalanib yoki kamida ikkita gapdan foydalanib paragraf yozishim kerak bo'ladi. Xo'p, endi bolalar, mana savol ko'p keladi-da, mana shu ko'pchilik kalla qo'yadi. Introduce yourself. O'zingni tanishtir. Qaranglar bolalar, men hozir o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, buni qaranglar. Yozib ketayda. Write a paragraph, qarang, for this based on the context. Kontekstga qarab o'zingizni tanishtirasiz. Masalan, hozir men kimga xat yozyapman? Mahalliy konsullikkami, ya'ni hukumatga xat yozyapmanmi? Takoy hukumatga xat yozayotgan bo'lsam, demak bu nima degani? Hukumatga xat yozyapti degani meni ular uchun, qaranglar. Meni ular uchun masalan qarang, masalan adressim muhim bo'lishi mumkin. Adressim yoki masalan qaranglar, qanaqadir men u tegishliligim muhim bo'lishi mumkin. Masalan, qarang, masalan some information qarang on me, men haqimdagi ma'lumot nimaga doir bo'lgan? Related to the street, masalan ko'chaga doir bo'lgan. Tushunyapsizlar? Hozir masalan bu yerda mana qaus yozyapman. No need qarang, to mention, masalan eslatish shart emas. My aytaylik qanaqadir nima deylik? University faculty shart emas, bu yerda bolalar. Tushunyapsizlar? Universitetda qaysi fakultetda o'qishim shart emas. Okay? Masalan buni endi universitetdagi fakultetda o'qishingizni ham aytsangiz bo'ladi. Qachonki universitetingizdagi bo'layotgan jarayonga masalan reaksiya bildirib xat yozayotgan bo'lsangiz, universitetga yozasiz. Ya'ni demoqchi bo'lganim, hech qachon o'zingni tanishtir degan paragrafga bir yodlangan anaqa qilib olmaslik kerak. U jarayonga qarab qaysi ma'lumotni bersam, shu paragraf uchun, masalan shu letter uchun mos keladi. Shu savol o'zingizga berasiz va keyin darsni davom ettirasiz. Tushunyapsizlar? Masalan qaranglar, endi hozir bizning kontekstimizda nima bo'lyapti? Nimalar aytsam bo'ladi bizning content deyapmanmi? Kontekstimizda. So, okay. Xo'p, qaranglar. I am masalan Abror,
Abror Rahmatullayev. Abror Rahmatullayev. Qaranglar. A local resident who lives on 15 masalan Bakht Street. Bakht Street ya'ni Rishton. Mana qaranglar nima deyapman. Men Abror Rahmatullayevman, ya'ni mahalliy resident, ya'ni mahalliy yashovchi who lives on 15 Bakht Street. Masalan 15-uyda yashovchi, Bakht ko'chasi 15-uyda yashovchi Abror Rahmatullayevman deyapman. Tushunyapsizlar? Mana o'zimda mana shu letterga doirligimda, letterga men xullas o'zi bu ham aytgan, ko'shingda ish bo'lyapti degan, to'g'rimi? Shu mana shunaqa qilib yozib ketsam bo'lar ekan. Endi qaranglar, buni yana xuddi mana shu to'xtatib qo'ymaslik kerak. Buni yana ham sal endi olib qochib gapirasizda, endi iloji yo'q, masalan, anaqa qilmasam. Qaranglar. There have been a construction project qaranglar, undergoing in our neighborhood. Qarang, hozir deyapman, mana konstruksiya proyekti bo'lyapti, ya'ni qurilish proyekti bo'lyapti bizning neighborhoodimizda for almost a week, bir hafta davomida. And as a resident of this street, shu ko'chani resident sifatida, I decided to reach you with a complaint regarding this work. Mana. Oh, beautiful. Xo'p, qaranglar, mana shu yerda vaqti dahshat grammatika ketdi, lekin u grammatikani tushuntirib chiqqanimcha vaqt ketib qoladimikin deb o'ylayapman. Qaranglar, mayli bitta urinib ko'ray, vaqtimiz ketsa ham. Qarang, mana grammatika, qaysi grammatika qo'lladim hozir? Mana e'tibor bersalaring, qaranglar. Shuna verguldan keyinoq bog'lovchi, and, pen qo'ymasdan a local resident who deb yozib ketyapman. Tushunyapsizlar? Bu kamdan kam bo'ladi. Abror Rahmatullayevman, mahalliy yashovchi u bu deb. Bu qanaqa? Bu aniqlovchilik, masalan, aniqlovchi otli bog'lovchilar. Qanday bo'ladi? Masalan, qarang. I live in Tashkent deb e'tibor bering. Men Toshkentda yashayman desam, endi aynan men oxirgi ishlatgan so'zim bor, Toshkent. Shu Toshkentni sal izohlab berish uchun, bir ochib berish uchun, bir tushuntirib berish uchun ot ishlatsam bo'ladi. Masalan, Toshkentni qanaqa qilib tanishtirsam bo'ladi? O'zbekistonning poytaxtimi? Qaranglar, darhol ot yozib ketaman. The capital of Uzbekistan deyapman. O'zbekistonning nimasi? Poytaxti bo'lib. Mana capital degan so'z o'z-o'zidan nima qilyapti? Mana Toshkent izohlayaptimi? Xuddi shunaqa mana bu yerdagi local resident degan so'z ham, mahalliy yashovchi degan so'z ham, qarochi nimani? Abror Rahmatullayevni izohlab ketyapti hozir. Tushunyapsizlar? Keyin buni yana ham go'zallashtirib, who'ni qo'yib ketyapman. Relative clause, ya'ni izohlab beryapti. Xo'p. Yana bitta murakkab gap qo'shilyapti bu yerda. Kelinglar bitta masalan yozib ko'raman. I drive BYD Khan. Men BYD Khan haydayman. Kim ekan endi u odam? Qaranglar, men BYD Khan haydayman. Endi qarang, BYD Khan nima? Mashina, tez mashina. Shuni izohlaylikmi? Qarang, a car, mashina, qaranglar. Which qaysi mashina? Ya'ni mashinani izohlayapman endi. Which reaches masalan 100 kilometers per hour in less than 4 seconds. Mana. Men BYD Khan haydayman deyapman. Endi qaranglar, mashina. Ne deylik ekan? An electric car. Elektr mashina
deb olyapman. Demak, qarang, mana elektr mashina deganim nimani izohlayapti? Mana bu vaziyat ham izohlayapti. Verguldan keyin. Tushunyapsizlar? Qaysiki chiqadi 100 km/soatga 4 sekunddan kamroq vaqt ichida. Shunaqa. Tak. Dars davom ettiramiz. Demak, mana bu yerda zo'r grammatik qo'llaganman, uni ko'rsatdim. Menimcha ko'pchilik tushundi. O'zi buni bundoq qilib qo'ysam ham yaxshi bo'ladi hozir. Qaranglar, shuni tashlab beraman. Bundoq bo'lib qopman. Biz bundoq deydi, har burun tortadi deganlar. Kechirasizlar bo'ldi. Tak, keyingisi qaranglar. There has been a construction project undergoing in my neighborhood. Endi qarayman, neighborhood degan so'zni ham yaxshi qo'lladim. Nimaga? Chunki neighborhood bu teng bo'ladi streetga, ya'ni ko'cha degan so'zni sinonim qilib ishlatib ketyapman. Tushunyapsizlar? Sinonim qilib. Ya'ni ha deb ko'cha demayapman-da, takoy sinonimni qo'llayapman. Keyin undergoing degan so'z, hozir davom etayotgan. Bu qaranglar teng bo'ladi ongoing, hozir bo'layotgan. Ikkalasi ham pastda bir xil, sinonim. And as a resident of this street, I decided to reach you with a complaint regarding this work. Ha, keyin qaranglar. Mana regarding ham zo'r ibora. Bu ham ana tepada has to do with dedim-ku, o'sha bilan teng regarding. Bunga ham teng bo'ladi, masalan S2 bo'lishi mumkin. S2 shu bilan bog'liq bo'lgan, ha? Mana qaranglar, bular teng bo'lyapti, bilan bog'liq degan takoy ma'nolarda keladi bular. Masalan qaranglar. I have news as to how many children are learning new language. Ma qaranglar nima deyapman? I have news as to how many children are learning new language deyapman. Menda yangilik bor S2 bo'yicha. Nima bo'yicha? Qancha bola chet tili o'rganayotganligi bo'yicha menda yangiliklar bor deb aytayapman. Tushunyapsizlar? Nagli maqtanish deyshapti. Endi takoy maqtanamiz deymi? Kuldirmanglar, maza yo'q. Da. Xo'p, darsni davom ettiryapmiz. Bolalar, вообще ko'p anaqa ma'lumotlar berib ketyapman. Eslab qolinglar, oxir fayl tashib beraman. Chiqarib olsalaring bo'ladi. Xo'p, qaranglar, mana o'zimni tanishtirdim. Ikkita gapda nechta so'z bo'ldi bu yerda, bilasizlarmi? 46 ta so'z bo'ldi. No, that's beautiful. Yeah? Xo'p, endi qaranglar, keyingisi. Explain the problem. What the problem is. Endi muammo nima o'zi? Nimaga men xat yozyapman? Endi qaranglar, mana shunaqa joylari bor. Qaranglar, complaint letterlarda shunaqa joyi borki, siz ozgina sizdan ideya talab qiladi. Masalan, do'stingizga tushgan rasmimizni menga jo'natib yuborib xat yozsangiz, informal letter yozsangiz, o'tda unchalik ham ideya topishga qiynalish degan narsa bo'lmaydi-da. Lekin manunda, masalan, hozir endi g'oya topish kerak. Qanaqasiga bu konstruksiya proyekti bizaga xalaqit qilyapti. Noise bo'yicha degan o'zi, to'g'rimi? Qarang, nima aytdi? Noise dedi menimcha. Noise is disturbing you. Endi shovqin meni bezovta qilyapti. Qanaqasiga bezovta qiladi? O'shani yoritib berishingiz kerak bo'ladi. Tushunyapsizlar? Dars yozib olinyapti. Guys, don't worry deganim. Xo'p, qaranglar, ketdi. Qayta qolganmi? Da. Qaranglar, yozyapman. And S2, S4 bilan boshlaylik. S4 bu ga kelsak. S4 the particular problem caused by this ongoing work. Qaranglar, bu ongoing work, ya'ni bu davom etayotgan ishdan sabab bo'layotgan, ishdan kelib chiqayotgan aniq bitta muammoga kelsak, deyapman. S4 nima degani ekan? Ga kelsak. Bu ana unga teng bo'ladi hozir. When it comes to ga. Tushunyapsizlar? When it comes to ga teng bo'ladi. Ya'ni bu biror narsaga kelsak. Xo'p. Endi nima deylik? Asosiy muammoga keladigan bo'lsak, qarang, erase high
noise, it is high noise, that is endi causing desa bo'lmaydi, that is disturbing not only me but also many others in the many others nearby deylik yetadi. Mana qaranglar nima deyapman. As for the particular problem caused by this ongoing work, ya'ni bu davomiy ishdan kelib chiqayotgan asosiy problemaga to'xtaladigan bo'lsam, it is high noise that is disturbing not only me but also many others nearby. Ya'ni bu baland shovqindir, qaysiki disturbing. Bezovta qilayotgan nafaqat bizni, balki boshqalarga. Xo'p, endi nimadan shovqin kelib chiqadi bolalar? Endi qurilish bo'layotgan bo'lsa, mashinalar ishlaydi, to'g'rimi? Mana katta mashinalar ishlaydi. Shuni aytaylik mana. The qarang, heavy machinery and drilling operations cause qanday masalan yoqimsiz deyishim kerak, cause unpleasant noise, mana noqulay, bu g'alati bo'ldi. Unpleasant noise yemadi mana shu, qaranglar. Cause high noise levels which is bringing about inconvenience making it hard to concentrate, relax, and even sleep. Qaranglar nima deyapman. Heavy machinery, ya'ni o'sha heavy machinery degani og'ir mashina, drilling operations. Qaranglar, drilling operations degani bu kovlash ishlari. Masalan, любой qurilish bo'lsa, uni kovlaydi, drillash deyiladi-ku. Shunaqa operatsiyalar yuqori shovqin darajalariga sabab bo'lyapti. Which are bo'lar ekan, which are bringing about inconvenience. Qaranglar, bring about degani bu bola cause ga teng bo'ladi. Ya'ni cause ni ishlatmaydi-da, o'zi ko'payib ketdi. High noise levels which are bringing about inconvenience, noqulaylik olib kelyapti. Making it hard to concentrate, konsentratsiya qilishga problema orttiryapti. Relax, dam olishga, even sleep va hattoki uxlashga ham demak nima qiyinlashtirib qo'yapti deyapman. Tushunyapsizlar? Mana. Endi qaranglar, mana o'zi muammolar sanab berdi-ku. Endi qaranglar, uchinchisi bizga ketyaptiki, suggest solutions to the problem. Bu muammoga yechimlar ber. Endi qaranglar bolalar, yechim berayotgan paytda mantiqni ishlatamiz. Mantiqda. Nimaga? Siz berayotgan yechim shunday bo'lsinki, shovqinni kamaytirsin. Lekin bunaqa deya olmaysiz. Takoy betdan yig'ishtirib ketib, o proyektingni boshqa joydagi cho'ldagi deb aytmaysiz-da. Tushunyapsizlar? Ya'ni nima degani? Hazrat Qulova, what is annoying? I don't know. Men dars o'tyapman-ku, Hazrat Qulova, hozir qanday men ham dars o'tib, ham siz savollaringizga javob berib ketalaman, u to'g'ri tushuning, shuncha odam qarab qoladi-ku. Okay? This wouldn't be so, professional for me if I do that. Hop, endi qaranglar, yechim berish qanday bo'lsin? Masalan, ularda ham ishi davom etish kerak-da, tushunyapsizlar? Lekin bizga ham unchalik ko'p shovqin tushmaslik kerak. Masalan, nima aytsak bo'ladi? Qaranglar. Hop, nima deydi ekan? To alleviate the impact of noise. Qaranglar. Alleviate degani yumshatish, yengillashtirish, ya'ni masalan reduce ga sinonim, kamaytirish.
ya'ni shovqinni impact ta'sirini kamaytirish uchun deyapman, kamaytirish uchun. Hop. I would suggest rescheduling the working process to a certain time frame. Bitta so'z bor edi, time bilan kelardi, nima edi ekan? Time period emas, time frame. Men time frame deb turaylikda. Qaranglar, nima deyapman? Buni demak ta'sirini kamaytirish uchun men tavsiya qilgan bo'lardim rescheduling. Qayta jadvallashtirishdi. Ish jarayonini ma'lum bir framelarga, ma'lum bir paytga. Such as between, masalan, nechilarga? 9 a.m. And masalan 4 p.m. Soat 4 gacha bo'lsin ishlaring shu paytlar orasida. When qachonki, qaranglar. Most locals would be masalan either at work or studies. Men qaranglar nima deyapman. Ha, uzr. Izozar. Men tavsiya qilgan bo'lardim, xullas qayta schedule qilinglar. Mana scheduling working process degani o'sha ish jarayonini qaytadan bir moslab chiqishlarni tavsiya qilgan bo'lardim, ma'lum bir vaqtga. Masalan, soat 9 dan 4 orasi. Qachonki ko'plab mahalliy aholi yo ishda bo'ladi, yo o'qishda bo'ladi. Mana qaranglar, mana either or deganni ishlatyapman, either or. Bu ham yaxshi grammatika. Yo unday, yo bunday degan ma'noda keladi. Tushunyapsizlar? Endi yana nima qilish mumkin? Or, qaranglar, or yoki alternatively deylik, mana alternativ tarzda, masalan, buni yoki buni o'rniga hop, you may apply time spot ekan. Yo, time spot emasda almardon, boshqacha C2 level so'zida. Yutalish ham qiyinda. Qaranglar, you may apply ne deylik? Noise proof barriers masalan around the construction area which may nima qilish mumkin? Masalan, which may reduce nima deylik? Noise levels. Mana alternativ tarzda, mana bunga alternativ degani bilasizlar bolalar, yoki uni o'rniga. Masalan, men iPhone olishim mumkin yoki Samsung olishim mumkin. Uni o'rniga olishim mumkin. Tushunyapsizlar? Alternativ holatda men aytayapman, yo ishni 9 dan 4 gacha qilib beringlar yoki buni o'rniga qilsangiz ham bo'ladi. Masalan, nima? Noise proof barrierlar qiling deyapman. Noise proof degani shovqinni kesuvchi. Shovqinga chidamli bo'lgan to'siqlar qilib chiqinglar konstruksiya hududini atrofiga deyapman. Qaysiki noise darajasini kamaytiradi and nima qiladi? Bo'lmaymi chetalish. Okay, how many words? 50 bitta. I'm sorry guys. Mana ko'ryapsizlarmi bolalar? Har bitta paragrafga yondashib ketaveramiz. Hozir bu yerda mana qaranglar-da bolalar. Kelinglar, oxirida aytaman shu narsani. Endi qaranglar, yana bitta keyin qiladigan ishimiz bor bizni. Bu bo'lsa conclusion, xulosa qilamiz. Endi qaranglar, xulosa qanday yoziladi? Qani xulosa qanday yoziladi? Expect, qani kuting. Expect yoki masalan hope a certain reaction from receiver ya'ni based on your letter. Qaranglar, bu narsa borlar, любой esse turda, men любой deb gapiryapman, hammasida
Siz qanaqadir bitta reaksiya kutasiz. Mana xat yozyapsiz, bo'ldi, shu bilan yo'qib ketaver. Men qaytib ko'rishman, indamay yo'qib ketmaysiz-ku. Yozilgan xatning oxirida siz reaksiya kutasiz undan. Masalan, takoy nima? Qanaqadir bitta reaksiya bo'lish kerak-da. Masalan, bo'lishi mumkin, aytaylik, mana hozir men nima qilyapman? Ovoz bo'yicha shikoyat qildim va ovozni shovqinni pasaytirish bo'yicha takliflar kiritdimmi? Endi takoy menimcha anaqa bo'lishi mumkin. Masalan, men undan nimani kutaman hozir? Xatni olayotganda. Mana shu men aytgan usullarni qilib ko'rib, aytaylik, shovqinni kamaytirib berishni kutamanmi? Mana shu men reaksiya kutishim bo'ladi unda. Siz kimgadir masalan aytaylik, request letter yozyapsiz, masalan, informatsiya so'rayapsiz, menga ko'proq ma'lumot bering, bu kursda nimalar bo'ladi, qanaqa bo'ladi deb so'rayapsiz-da, keyin sizning reaksiyangiz nima bo'ladi unga? Undan nima kutasiz? Sizga o'sha ma'lumotni berishni kutib yotasiz. Yoki kimdandir uzr so'rayapsiz, uzr, kechir, men yeb qo'ydim, bilmay qoldim, o'tinaman, cho'qinaman, yolvoraman va hokazolar deyapsiz-da. Endi undan nima kutasiz? Sizni kechirishini kutasiz, masalan. Tushunyapsizlarmi? Biz ham hozir shu qandaydir kutuvlarimizni yozib beramiz bu yerda. Kutuvlarimizni. Xo'p, masalan qaranglar. I hope you will take my complaint into account and give and I would appreciate your efforts in assisting to reduce noise levels. I hope you will take my complaints into account and I would appreciate your efforts in assisting to reduce noise levels. Bo'ldi zo'r. Ha? Keyin qaraylik, maktabda so'z ishlataymi ekan? And mayli, yetadi menimcha shu ham. Mana. Va men вообще qadrlagan bo'lardim sizni effortlaringizni nima qilish bo'yicha. Meni demak anaqa nima deydi? Noise levelslarni kamaytirish bo'yicha assisting, ya'ni yordamingizni takoy nima qilardim? Qadrlagan bo'lardim debdi. Tushunyapsizlar? Endi oxiriga yozib qo'yamiz. Takoy qaysi? Sincerely takoy men kimman? O'zi Abror Rahmatullayev dedim-ku. All right, and now how many words do I have here, ladies and gentlemen? How many words? Kelinglar, bu yerda so'zlar sonini bitta sanab chiqamiz. Endi sanab chiqmaymiz, takoy ko'ramiz nechta bo'ldi. Nagli maqtanish deyapti. Nagli maqtanish. Mashinani ham tashlab bo'lmaydi sizlarga. O'zimni kursdagi o'quvchilarim sizlar, sizlarga maqtamasam kimga maqtanaman? Kanaldagilar emaslar-ku. Xo'p, do'stlar, wow, 200 bitta so'z bo'ldi. 200 bitta. Nima deysizlar? Shikolatmi? 200 saqib qo'yaylikmi, qayerda o'chirib? Nima deysizlar? Voy. Yo, mayli 200 bitta ham sal niyabishniroq anaqa. Nima deysizlar? Niyabishniroq raqam to'g'rimi? 200 ta bo'lmasin, 200 bitta mayli, bo'ladi. Okay, guys. Qaranglar bolalar. Yana bitta narsa, qaranglar. Zo'r narsa aytaman sizlarga. Mana menga qaranglar. Mana tu deydi. Mana narsa. Mana hozir e'tibor beringlar-da, darsimiz boshida men masalan bugungi darsimiz request letterlar, complaint letterlar dedimmi? Qanaqadir complaint letterga mos bo'lgan, masalan complaint letterlarda manaqa qilasizlar, complaint letterlarda bunaqa qilasizlar degan gapni ishlatdimmi? Yo'q. Bolalar, letterda iltimos qilaman sizlardan turiga qarab o'rganmanglar. Baraka topgurlar. Barakani topib tashlagurlar. Yo'ldan topib olgurlar. O'rganmanglar turga qarab.
imtihon ichida ham menga complaint tusharmikin, request tusharmikin deb qo'ylanib yurmaymiz bolalar. Qanaqa tushishini bizga farqi yo'q. Eng muhimi, introduction yozing, takoy любой letterda maqsadini yoriting. Ana o'shalar bergan savoli bor, o'shalarga bittadan paragraf yozing, o'shani cho'zing nimadir qilibdi. Uni reaksiyasini kuting. Umid qilamanki, siz mana qilib berasiz va oxiri goodbye deb turib tirs xayrlashib qo'ying bo'ldi yetadi. Tushuntiryapman, ha? Yani this is what you should be, doing in all kinds of, letters.